Ayni payt Xorazm viloyati Hazoras tumaniga mana shunday temir izlarda poyezd kirib kelyapti. Buning sharofati esa Hazoras tumanida qaytadan qurilgan zamonaviy temir yo'l vokzalidir. Xorazm viloyatida yirik transport infratuzilmasini rivojlantirish yo'lida navbatdagi muhim loyiha amalga oshirildi. Yangilangan Hazoras temir yo'l vokzali tantanali ravishda foydalanishga topshirilib, aholi va mehmonlar uchun yanada qulay va zamonaviy sharoitlar yaratildi. Yangi qiyofaga ega bo'lgan vokzal O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan to'liq rekonstruksiya qilingan. Konstitutsiyamizning 33 yilligi hamda Yangi yil bayrami arafasida amalga oshirilgan bunday loyiha xorazmliklar uchun haqiqiy sovg'a bo'ldi. Xorazm viloyatining Hazoras tumanida yangi zamonaviy zamon talablariga mos ravishda vokzal tashkil etildi. Vokzalimiz aprel oyida hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bilan aprel oyida boshlandi. Mana hozirgi kunda ko'rib turibsizlar, zamon talablariga mos ravishda hamma sharoitlarga ega vokzal barpo etildi. Hazoras vokzalining foydalanish maydoni 1000 kvadratga yaqin, umumiy maydoni 5,5 kvadratga yaqin maydonga ega. Hozirgi kunda nafaqat bu har bitta qilingan harakatlar yo'lovchilar uchun, undan tashqari O'zbekiston temir yo'llarida xizmat olib borayotgan temir yo'lchilar uchun ham bu katta sharoit deb bilaman. Tantanali marosimda Xorazm viloyati hokimi Jo'rabek Rahimov, O'zbekiston temir yo'lchilar kasaba uyushmasi raisi Qutlumurod Sobirov, O'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati bosh direktori Sherali Yusupov, faxriy temir yo'lchilar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqan viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov, so'nggi yillarda mamlakatimiz temir yo'l tizimida amalga oshirilayotgan ulkan yangilanishlar haqida to'xtalar ekan, bu o'zgarishlar yo'lovchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifati va samaradorligini yuqori pog'onaga olib chiqayotganini alohida ta'kidladi. Hazoras temir yo'l vokzalining qayta ta'mirdan chiqarilib, ishga tushirilishi viloyatimiz aholisi uchun, ayniqsa ushbu vokzal xizmatidan ko'proq foydalanadigan Hazoras, Bog'ot, Tuproqqal'a tumanlari fuqarolari uchun Konstitutsiya bayramiga munosib sovg'a bo'ldi. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan Urganchdan Xivagacha yangi temir yo'l liniyasi qurilib, Xiva shahrida zamonaviy vokzal barpo etilgani, Shovot Gullan Mag'it temir yo'li qurilishi ana shunday yirik loyihalardandir. Fursatdan foydalanib, yo'lovchilarga shunday sharoitlarni yaratib bergan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati rahbariyatiga, barcha quruvchilar, loyihachilar, muhandis texnik xodimlarga viloyatimiz ahli nomidan samimiy minnatdorchilik bildiraman. Qisqa muddatda rekonstruksiya qilingan Hazoras temir yo'l vokzali hududi va binosi tubdan yangilanib, zamonaviy arxitektura elementlari asosida barpo etilgan. Yo'lovchilar oqimi tez va xavfsiz tarzda qabul qilish, xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Endilikda vokzaldagi barcha jarayonlarning raqamlashtirilgani barcha uchun yanada qulay muhit yaratadi. Oldin bu yerda bunaqangi vokzal bo'lmagan. Bir odamlar kelib, bir kichkina xonadan biletni olib, sovuqda turib poyezdga minib ketgan. Lekin bugun go'zal, chiroyli, shinam, odamlarga ma'qul, juda yaxshi vokzal qurildi. Bu xalqimiz uchun juda yaxshi. Xalqimizning baxti. Xalqimiz bundan davlatdan rozi bo'lib, prezidentdan rozi bo'lib, shu yerda xursand bo'lib ketishadi. Ushbu vokzal bir vaqtning o'zida 250 yo'lovchiga, bir kunda esa 800,000 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsata oladi. Vokzal hududida zamonaviy talablarga mos peron va platforma infratuzilmasi, yoritish tizimi va xavfsizlik kameralari, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun inklyuziv imkoniyatlar, keng va yorug' yo'lovchilar zali, ona-bola zali, dam olish va yuvinish, tibbiyot xonalari, yuqori darajadagi servis xizmatlar ko'rsatish VIP zali, chiptaxona mavjud. Shuningdek, yo'lovchilarga yanada qulay bo'lishi uchun elektron ma'lumot tablosi o'rnatilib, elektron chiptalarni ro'yxatdan o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Yo'lovchilar issiqqina chiptaxonalardan chiptalarni o'z vaqtida xarid qilib, bir hafta davomida 14 ta yo'nalishda harakatlanishlari mumkin bo'ladi. Hazoras vokzalida esa mana shunday qulay sharoitlarga ega chiptaxonalar ham ta'mirdan chiqarildi. Yangilangan vokzaldan ilk bor foydalanayotgan yo'lovchilar ko'zida quvonch, kelajakka ishonch va shukronalik bilinib turardi. Aynan mana shu yo'lovchimiz ham hozirgina Toshkent shahridan kelib tushdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hazoras vokzali bugun ochildi. Avval qanday edi va bugungi imkoniyatlar qanday? Oldingi vokzal bilan hozirgi vokzalimizdan solishtiradigan bo'lsak, hajm jihatidan ham, issiqlik tarmoqlari jihatidan ham biroz farq qiladi. Ya'ni hozirgi yangi vokzalimiz keng, imkoniyatlari juda ham yuqori, yaxshi jihozlangan, chiroy jihatdan ham juda ham yuqori.
va chipta olish imkoniyatlari ham juda ham qulay qilib yo'lovchilarga taqdim qilingan. 7 dekabrdan boshlab Hazoras vokzali o'z faoliyatini boshladi. Bemalol hazoraspliklar va mehmonlar ushbu vokzaldan foydalanishlari mumkin.